bitta Juz Joniy degani bor. Yorqinjonlar bilan birga o'qigan. O'sha nimada Hindistonda o'shalar bilan birga o'qigan. O'zi wunderkenlardan. Turkiyani shu Diyonat vaziri shunaqangi odam ekan. Shunaqangi odamlarni yig'ib kelib, fuqarolik berib, shu yordam qilib Turkiyaga saqlab qolar ekan. O'shani ham o'sha topib kelib, o'sha olib qo'ygan ekan o'sha. Afg'onistonliklar, o'zi o'zbek. Afg'on o'zbeklar. Shunaqangi ilmli bala. Bu nimani so'radi desangiz, o'sha Hazrati Navoiyni so'radi. Haligi bularni hozirgi gapimiz, oldingi gapimizda davomi ketyapti. Domla dedi, Hazrati Navoiyni bu tasavvufiy shoir deyishadi-yu. Bu nima yuribdi bu? Farhod Shirin, Layli Majnunlarni yozib. Doston yozib yuribdi. Nima qilyapti? Keyin o'sha Farhod va Shirinni mana senga aytib berayin, bo'lmasam seni Farhod va Shirinni deb Farhod va Shirinni agar o'qigan bo'lsang, Farhod yoshligida ilmga shunday ishqiboz bo'ldiki, u o'rganmagan fan qolmadi deydi. Hunarga shunday ishqiboz bo'ldiki, u bilmagan hunar ham qolmadi deydi. Bu Hazrati Navoiy o'zlarini aytmoqchilar. Ya'ni tasavvuf yo'liga kiradigan odam, hozirgi bizdagi tasavvufga kirdim degan odamlar dunyoni tark qilib qo'yib, bola chaqasi ham ochqab yotadi, ana yerda ish qilmaydi, men ibodat qilyapman deb yuradi, unaqa bo'lmaydi deyapti. U odam hamma yo'qda o'rgangan bo'ladi. U ilmi ham yo'q hali bechorani. Eshonga qo'l berib qo'ydim deb, uzun choponni kiyib olib, uzun sallani, uzun soqolni keyin maqib olib, men ibodatdaman deydi, bola chaqasi ham qolib ketadi. O'zi ham ishtima yo'q kallada. Ibodatini ham durust qilolmaydi. Yo'q, haqiqiy yo'lga kiradigan odam ilmi hunarda eng mukammal bo'lsa, qayerda bo'lsa, kimga bo'lsa yordam qilib ketadigan bo'lsa, hammani yordam qiladigan. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xiyarukum anfa'ukum lin-nas deganlar. Men Farhod va Shirinni aytib beryapman. Sizlarni eng yaxshilaringiz, odamlarga eng ko'p foydangiz tekkanlaringiz deganlar. Eng yaxshingiz deganda bu Allohning nazdida bo'lgan yaxshingiz degan. Alloh yaxshi ko'radiganingiz, odamlarga qancha ko'p foydangiz tegsa, o'shanda Xudo sizni shuncha ko'p yaxshi ko'radi, o'zini do'stlarini qatoriga qo'shadi deydi. Ana endi haligi Farhod otasini saroyida, xazinasida Shirinni suratini ko'rib qolib, unga oshiq bo'lib qolib, Shirinni oqtarib chiqadi yo'lga. Ana haligi solik shu Allohning masnuotlarini ko'rib turib, Allohga oshiq bo'lib, endi Allohga yetishaman deb harakat qilishligini ko'rsatyapti. Yo'q, oqtarib, Shirinni oqtarib chiqish. Allohga tez yetishdi yo'lini ko'rsatyapti bu yerda. Yo'lda ketib turganda odamlar qiynalib, tosh yo'lib ariq qaziyotgan ekan. Asbobi yetarli emas, tosh kesadigan asbobi yo'q. Bir narsalar bilan urib, endi ko'chsa olib, endi bir 2-3 metr endi ariq qazibdi. Qachondan beri qaziyapsizlar? 3 yildan beri qaziyapmiz deydi. Endi 3 metr qazibdi. Nima qilasizlar desa, podshoyimiz u tog'ning narigi boshiga ariq olib boringlar, o'sha yoqqa boq qilaman degan. Suv olib boringlar deganlar. Shuni qilyapti. Shunda keyin Farhod Sheroya bilan birga chiqqan o'rtog'i. Sheroyaga aytadi, endi deydi, birodar, endi Shirinni oqtarishni to'xtatib turamiz dedi. Ularga yordam qilmasak qiynalib qoldi.
ilmni rosa o'qigan, temirlarni farqiga biladi. Yaxshi po'latni topib, hunarlarni ham o'rgangan, temirchiligi ham bor ichida. Hali po'latni eritib, toshqa qirqaydigan chegichlarni, asboblarni tayyorlaydi. Tayyorlab, endi mana asbob bilan kesaveringlar demaydi. O'zi tushib ketadi kesishga, tog'ni kesishga. O'zi tushib bir pasda haligini kesib, ariqda bitkazib qo'yadi. Bu odam she'ri, bizning ishimiz boshqa, tezroq she'rini topaylik, qaytishimiz kerak deydi. Yo'q deydi. O'shanda aytadi. Hunarni asrabon netgumdir oxir, olib tuproqqa mu ketgumdir oxirdir. Shuncha hunarni o'rgan, shuncha ilmni o'rgandim, bularni asrab tuproqqa olib ketamanmi, ishlatmasam xalqqa yordamim tegmasa. Keyin ana bu xalqqa yordami tegyaptimi, bu ularda og'irini yengil qildimi? Ana Allohga yetishishini qaranglar, bu maqsadga. Buni maqsadi masalan solihlikka Alloh bo'lsa, demak bunisi ham asli solihlik timsoli, buni maqsadi shiringa yetishish. O'sha podsho ayol kishi, haligi ariq qazida ekan. Ayol kishi Shirinni ammasi bo'ladi. Agar halilarga yordam qilmasdan o'tib ketaversa, u ketaveradi uzoqlab, maqsaddan uzoqlab ketadi. Ana u haligini ariqni qazib, ariq tayyor bo'ldi, suv ochaveraymi desa, haligi xotin aytadi, podsho, to'xtanglar, o'zim boraman deydi. Desa, ammasi chiqib ketsa, Shirin qayerga ketyapsiz desa, shunaqa ariq bitibdi, suv ochgan desa, men ham birga boray. Ana maqsad o'zi kelyapti. Ana shu birovga yordam qilsang, odamlarga yordam qilsang, Xudoga darrov yetishasan. Xudo o'zi keladi. Chunki Xudo hadis qudsisida aytayaptiki, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ba'an" deydi. Kim menga bir qarich yaqinlashaman desa, men unga bir quloch yaqinlashaman. Ana Alloh o'zi halingga yaqinlashib qoladi. O'sha birovga yordam qilsangiz, Alloh sizga yaqin bo'ladi degan mazmunda shu yerda ifodalab beryapti. Buni qilib ifodalashda nima keragi bor degan dedim. Undan to'g'rima-to'g'ri aytib qo'ysa bo'lmaydimi desa, unda haligini aytdim keyin Shayx Sadiyni. U Allohning sirini ochib qo'ygan bo'ladi. U aytalmaydi uni. O'shaning uchun uni aytalmaganidan shunaqangi timsoliy yo'llar bilan bayon qilib qo'yapti. Aqli bor odam topib oladi. Do'dim, u ham dod